Aşık bulup Rabbingning jamaliga jannatga yordam bergin Allah deb şu an kelding harakatga hicrat qilding tog' eshik qoldi. 4. Ba'zi mujohidlar dushman bostirib kelganda ularga yuzlanib orqasini qilmay urushidi va uning o'zini qo'g'dashdan boshqa niyati bo'lmaydi. Bu kishining martabasi garchi yuqorqi 3 turli kishilarga yetmasimi, ammo 3-chi turli kishining niyatiga yaqindir. Agar bu mujohid mushxildagi jihatda o'ldirilsa, shahid bo'ldi. Chunki yo'l qaroqchilaridan o'zini qo'g'dab, ular tarafidan o'ldirilgan kishi shahid bo'lgan yerda dushmanlarning qurollarida o'ldirilgan kishi qandoqmi shahid bo'lmasin? Agar mujohid qichish harom bo'lgan chaqda jang maydonidan qichib, dushmanga orqasini qilgan holda o'ldirilsa, garchi u dunyoda shahidlarning hukmida sifatlansimi, ammo shahid bo'lgan bo'lmaydi. Abu Qatada radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalarga xutba o'qib, Allah yo'lidagi jihad va Allohga iymon keltirishning amallarning eng afzali ekanligini bayon qilgan edi. Bir odam o'rnidan turib, "Ey Allohning elchisi, men Allah yo'lida o'ldirilsam, barliq gunohlarim mag'firat qilinamdi? Bu haqda menga aytib bergin" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u kishiga: "Ha, sabr qilib, savob umid qilgan holda keyningga qochmay Allah yo'lida urush qilib o'ldirilsang" dedi. Ondan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Qandoq deding?" dedi. Yiliqi kishi so'zini takrorlab: "Men Allah yo'lida o'ldirilsam, gunohlarim mag'firat qilinamdi? Bu haqda menga aytib bergin" degan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi: "Ha, sabr qilib, savob umid qilgan holda keyningga qochmay Allah yo'lida urush qilib o'ldirilsang, qarzingdan boshqa gunohlaring mag'firat qilindi." Jibril alayhissalom hozir menga shundoq dedi. Bu hadis jangdan qichish durust bo'lmaydigan chaqda dushmanga orqasini qilib qochgan vaqtda o'ldirilgan kishining shahid emasligiga, hatto u Allohning g'azabi va qahriga uchraydiganligiga dalildir. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Kimki qayta urushish yoki yordam tilash uchun musulmonlar jamoasiga qo'shilish maqsadida bir tarafga yurkilish qilmasdan, balki dushmanga orqasini qildikan, ya'ni qochadikan, u haqiqatan Allohning g'azabiga uchraydi. Uning joyi do'zax bo'ldi. Do'zax nima degan yomon joy? Abu Yusri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'z duosida: "Va a'udhu bika an amuta fi sabilika mudbira." Ey Allah, sening yo'lingda dushmanga orqamni qilgan holda o'ldirilishimdan sana sig'inib panoh tilayman, deydi. Imom Navaviy shahidlarning 3 qism bo'lganligini tilga ilib mundaq deydi. 1. Allah yo'lda o'ldirilgan kishi bo'lib, dunyo va oxiratda shahiddir. 2. Qo'rsoq og'riqi, vabo kesili, suvga g'arq bo'lish qatorliqlar bilan vafot topganlar bo'lib, dunyoda shahidlik hukmi berilmaydi, lekin oxiratda shahiddir. 3. U g'animatga xiyonat qilgan yoki jangda orqasini qilib o'ldirilgan kishi bo'lib, oxiratda shahidlik martabasi berilmaydi, ammo dunyoda shahid hisoblanadi.